Navbatdagi bemorimiz Qo'qon shahridan 68 yoshli katarakning kolit tashxisi bilan davolanish uchun yotqizildi. Bu yerda tekshirib ko'rishar ekan, faqat operatsiya bas ekan. Davolasa ham bo'lar ekan. Men mana Xudo xolasa ikkinchi marta davolanishga keldim. Ozgina noqulaylik bo'lgani uchun ko'rinib ketay deb keldim. Davolanyapman, faqat operatsiya emas ekan. Men birinchi marta shu 2024-yili kelganman. Bu kasallikda etap-etap davolanish kerak ekan. Mana ikkinchi marta keldim. Ozgina noqulaylik sezdim, yana bir ko'rinib ketay deb keldim. Hamma sharoitlari bor. Aptekalarda o'zlari dori-darmonlari bor ekan. Bu yoqqa yurish yo'q. Hammasini oziq-ovqatlari ham hammasi yaxshi. Vrachlarimiz e'tiborli. Ikki mahaldan obxodga kirib, birlari qo'yib, birlari xabar olishyapti. Rahmat, salomat bo'lishsin. Bemalol kelib davolansa bo'ladi. Yoshi katta bemorlarimiz ham Proctor Service klinikamizda kelib bosqichma-bosqich davolanishlari mumkin. Bu yerda faqat operatsiya emas.